Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun sizlarga Farg'onadan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib o'taman. Ular sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun foydaliroq bo'ladi. Farg'onadan Istanbulga uni vazviratligi 3.300.000 so'm chiqadi. Bez vazviratligi 2.900.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 8:40 da, Istanbulga borib qo'nadigan vaqti 12:20 da. Farg'onadan Kazanga uni bagajligi 2.800.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.600.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti 12:20 da, Kazanga borib qo'nadigan vaqti 14:05 da. Farg'onadan Novosibirga uni bagajligi 2.700.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.500.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti 10:05 da, Novosibirga borib qo'nadigan vaqti 14:50 da. Farg'onadan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4 million so'm chiqadi. Bez bagaji 3.800.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 8:25 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 11:35 da borib qo'nadi. Farg'onadan Vunukoyga uni bagajligi 2.900.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.700.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti 16:50 da, Moskvaga borib Vunukoy aeroportiga borib qo'nadigan vaqti 19:35 da. Akalar, sizlarga arzon aviabiletlar narxlari bilan tanishtirib o'tdim. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Masofamiz uzoq bo'lsa, akalar, onlayn aviabiletlarni rasmiylashtirib beraveramiz. Telegram yoki WhatsAppdan pasportlarni tashlasalaring, biz sizlarga aviabiletlarni onlayn rasmiylashtirib, telegramlaringga tashlab beramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilasizlar.